Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun eng foydali ma'lumotlar bizda bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Ramazon oyi va sanasi ma'lum bo'ldi, ya'ni e'lon qilindi hozirgina. Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar, yana bir bor. Ko'pchilik so'ragandi, Ramazon oyi qachon keladi, Ramazon oyi qachon boshlanadi deb. Ujidan boshlandi, ya'ni 18 fevral oyida 18 va 19 kunlari boshlanib ketadi, ya'ni Ramazon oyi. Aziz yurtdoshlar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoning oxirida bundan ham qiziq qachon hayit bayramlar bo'ladi, shularni ham aytib o'taman. Aziz yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying, chunki sizga o'xshaydigan yaxshi insonlarga, ko'proq odamga tarqaydi videomiz. Yurtdoshlar, xullas 19 fevral 2026-yil Ramazon oyi boshlanadi. Ko'p odam aytayapti 18dan boshlanadi deb. 18 yo 19 kuni boshlanadi Ramazon oyi. Ko'pchilik aytayapti Ramazon oyi 22sidan boshlanadi, 23-fevraldan boshlanadi deb. Yo'q, aziz yurtdoshlar, Ramazon oyi 19-fevral yo 18-fevral kuni Ramazon oyining birinchi kuni bo'ladi. Ya'ni ko'p odam niyat qiladi shunaqada aziz yurtdoshlar. U qatta nima bo'ldi deb, ma'lum bo'ldi deb aytishlari mumkin. Men ham kechagina desam, hozirgina internetda ko'rdim, ya'ni Ramazon oyi qabul qilindi deb internetga chiqarishibdi. Aziz yurtdoshlar, rostdan ham Ramazon oyi uji qabul qilindi, ya'ni 18-fevral yo 19-fevral kuni qabul qilindi. Kim nimani niyat qilib qo'ygan bo'lsa, hammang niyatlaringizga erishinglar. Videoga darrov bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi video bundan ham qiziq bo'lishi mumkin aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.